Selam arkadaşlar, sizler bilan shu Husayn MC. Bugungi videomizda qishloqda 16 kun yashab qolamiz. Video boshlamasdan like bosib qo'yinglar. Hamma biz ketdik. Akacha onachilar biz tezroq 60 ta bo'lishimiz kerak. Shuning do'stlaringizga borib yoki qarindoshlaringizga borib qo'yinglar. Tezroq 60 ta bo'laylik. Kichkinacha maqsadimiz shu. Mana videoga ketdik. Bence qishloqda nima qilamiz? Temirchilikni qilamiz. Bu yerda bitta kepka topamiz, 3 ta olma topamiz. Ana u kerak emas. Bo'ldi. Endi nima qilamiz? Daraxt chopamiz. Daraxt ham uncha zo'r bo'lmasa. Meni kitler böyle daraxt chopamiz. Tamam. Mana boramiz. Qishloqqa qaytgandan keyin bittadan universitet bittaga va universitetga. Hop. Endi sapsay. Nega qishloqqa qaytganda endi tosh olamiz. Onu öldür onu. Hali qiziqarli videolar oldinda ashunlar bo'lsa ona qo'ylar qiziqarli videolar hali chiqadi. Pochalarni uchirda videolar chiqishi mumkin. O'yinchoq kanalimiz 200 ta bo'lgandan keyin pochalarni uchirda videolar 200 ta bo'lishi ham hali bor. Shuning uchun 60 ta kichkina maqsadimiz bajarib qo'yamiz onachilar. Like bosinglar. Va obuna bo'linglar yangi kanalda yangilar. Shuncha mehnat like bosib bo'lmasa nimas bu? Shuncha mehnat qilib vaqtim ketkazib video olaman. Shuning like bosib qo'yinglar. Ko'paytirib. Like bosgan o'rladigan ko'paytiryapman. Shuning uchun siz obuna bo'lib like bosinglar axir. Davay. 3 sekund kutaman. 1 2 3 bosinglar. Unda hammaga rahmat. Endi tosh chopamiz. Uchilkam singuncha kesam, shuncha tosh nima qilasizlar, nima qilasan desanglar, tungi toshlar ishlataman. Men temir olaman, temir nima qilasan desa, instrument yasayman. Yes, olmos topish kerak, olmos. Bugungi videoda maqsadimiz aytish esdan chiqdi. Bugungi videoda maqsadimiz qishloqni rivojlantirish, ya'ni o'zgartirish. Bizga ko'p tosh va daraxtlar kerak bo'ladi. Ularni tez chopish uchun temirdan instrumentlar kerak bo'ladi. Temirni olishda men bilaman. Tashkilchasin endi. Sindi. 60 ta tosh. Yaxshi. Aysi versangni mana bu yerga qo'yib, mana buni yasab Yetasi tushirib men bilaman etti. Endi olmosda bo'lish temir bo'lish kerak. Endi olmos o'ribman temirni. Meni ko'maman. Jo'rdi. Shu set kerak bo'lsa meni ikkinchi qismda aytaman shu setni. Endi sizlar ham mazza qilib o'ynasanglar. Bu yerda katta olmos topishni ham bilaman. Chunki oldin shu setda oldin o'ynaganman. O'ynaganim uchun bilaman.
Yoz videolar paylaşırsa qattiq nimaning borligini bilib olsanglar bo'ladi. Naholi temirchining uyini tagida temir bor. Ko'mir. Olmasiz, naqdi konda bor. Va topshiriq olmas. Sizlar bitta fakir bo'lmasa, ish chatoq bo'ladi. Mana bu yerdan bo'ladi. To'xta, temirmi? Chaqirsa mana temir tashlab ketardimi? Bo'ldi, endi tepaga chiqsa ham bo'ladi. Mana chiqdim kondan. Endi pechiramiz, metta pechir bor. To'g'risini pishiramiz, bu yerda esa temirni. Boltasini turamiz. Endi temirda boltasi. Endi rasho keldi. Yaxshi. Endi maydalab olamiz. Ne qilib? Yashaymiz, yashaymiz. Yashaymiz. Kim yine eşi koy veremem. Senin. Mana eşi. Kim yine eşi koy veremem. Tekenge. Senin mi? Mana. Senin yine eşi koyayım. O 3 yaşıma bir de oğlum ya. Koyanlarım ya. Narfak diline koyanlarım ya. Hadi demirlen piştim can. Kömür turarsın. Bitta boltasi olmasa. Bitta kilkasi olmasa. Kelgan bor-ku lekin. Kiras qo'y kelib ular kesishimiz o'tkazishimiz uchun uxlab toshamiz. Yeter. Akılca aluda diyorlar. Yani sanama sopma. Bizi darama diyor. Sana yesin. Evet bir de sanda var. Bir uzun kıraatını koyamam. Öyle koyamam. Siteler bu. Neyse yok orada. Belki bir çayla kalan koyarsam. Hozir shetga qo'yib turaman. Bu yerda siz kerakli narsalarni solaman, ovqat kerak bo'ladi-yu. Hozir konga tushunmashin uchun mana qo'yib qo'ysam bo'ladi. Ishimizdan olib qolamiz. Konga ketdik deymiz. Qani akam. Mana sizlar adashib ketyapman. Daraxt chopgani ketdi. Daraxt chopib qaytgandan keyin kamerani yoqaman. Ungacha ko'rishguncha. Ancha daraxt chopibman, 34 ta bo'ldi. Bir kech paytdan tushyapti. Ana qo'yni o'ldirib olaydi. Ikkita kuyjuni bor, endi 3 ta, yana bitta kerak. Qaytishimda yana bitta qo'y chiqmasa yaxshi bo'lardi. Bizga bir sayr daraxt kerak bo'ladi. Shuni rivojlantirishim bir sayr daraxt yetib qoladi, bir sayr daraxt olaveramiz. Daraxtlardan ko'chada ham kerak bo'ladi. Uni ekib qo'ysak qishloqimizga o'sadi. Qishloqimiz chiroyli bo'ladi. Kal boshlar uchun oldi ketdi. Ikkinchi kunimiz yo'lish uchun bitta dona qo'y kerak. Qo'y bormi? Qo'y bormi?
O'sha turib kechiga qo'y ko'rmadingmi? Nimadir yo'q deyishdi. Kechqurun qo'yni qatamiz. Mana basharlarga borib ko'ramiz. Qo'y bor ekan. Sizlar shu joyda like bosib olib qo'ying. O'yinni o'pish eslatib ko'rsatadi. Men moblarga. Men unda qilish kerak. Creeper, Enderman, skelet. Ba'zan bo'lyapti yetgan. Erta borgan odam mazza qilib ba'zan o'ladi. Enderman, skelet, creeper, ya'ni creeper, skelet yana bitta. Ba'zan qaynayapti bitta. Qo'y topildi. Qo'y kerak. Senlar ovqat bo'lishasan. Bu eski versiyaning uchun qo'ydan ovqat tushmaydi. Tushganda ham zo'r bo'ladi. Bu eski versiya. Uchib boraman seni bitta urim. Yarim tuyulayim oldin jonim. Yo'q. Bu yarim jonivar shildi. Ana shoqam yetib keldi. İkinci filmde o'tamiz. İkinci filmde o'tishga qiynalyapman. Men chekatlanib o'zimga juda turganim. Sehr yerga boraman. Mana unga go'shtimizni solib ertaga pishib turadi. Ana ikkinchi kunga ikkinchi kunga o'tdi. Yes baby, ikkinchi kunga o'tdi. İkinci kunga ko'p narsalar qilamiz. To'xtam, tosh bormi? 16 tosh kerak. 16dan ikkita pesh yig'sa bo'ladi. Aytdim sizlarga. Mana go'shtni maza qilib sizlarga qarab yeyman. Alimasi yo'q, qanday ovqat yeysiz? Hadi ikinci qavatdan zina Kur'an'da kan işte. İkinci qavatdan nima qilaman? Mana bir tuz chiqaman da. Zayıf olmamla uyunu 2 qavat qilaman. Yaxshi. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Üstüne ko'tarib bo'ldik. Toshkent navbati. Toshmi yo'q?
Hamma toshdan o'rnaydi. Bu tomon daraxtdan qilaman. Orqa tomon daraxt bo'lsa yaxshi. Mana. Tosh olib kelsam. Bitta nima esasam? Mana solib. Hamma toshni olib, berini o'ldirib kelib, bu donani urishga kerak bo'lamiz. Yujonni to'ldirib turamiz. Qaralamlardan toplaymiz. Vale. Ne kılım ne taş tugadi. Sanki en kısa survalda ölüp olması gerek. İkinci kısmını bağlamına alayım nima deysizlar? Kamikaz qoldirdim. İkinci kısmını 3 bağlamına alayım ki. Yoki yana o'zim olaman. Comment. Hadi lanetler. Tezden birisi bu pole depti. Kettin. Yaxshi. Bizga ko'mak kerak. Lepak kesamiz. Конечно. Ondan qadar topamiz. Qonetda bordir. Sularni oldir. Ya'ni qumbalarda. Mana bu. Buni tilkamni o'ldiryapman. Bitta qumim atrofda. Mayli, songa chiqqanimizda. Bitta ko'mak kerak. Keyin kelsin yorug'roq bo'ladi. Endi ko'mani olamiz. Ko'mani chiqardim lekin endi ko'mani chiqmashdi. Yerden çıkamaz endisi. Yürüyemez. Temir. Hatta bir temir kalın. Kömür.
Qisqardan shunaqa. Keyin chopar sizlarga qarasam ozgina chopganini bilasiz. Yaradi-da. Sabqoniz. Keras bo'ladi marin. Keras. Ikkita keras bo'ladi ishda. Qattan qo'ydim. Vale, bu konsumirdi. O temir, yana temir. Yana temir. Yo'q, Ali. Bu yaxshi. What the temir? Temir tutib ko'rmayapman. Ona zapraszam na techniczny symbolizm, kiedy rozumiem tylko samolot. Şuraya yok atkoyma samolot. Adaş olması için aşağı nasıl kurup gideriz. Adaş olması için de o'zi konda kelgansiz yo men sinamanda. Men sinib qolsin uchun pesonni qo'ydi. Yana zo'mirasini sindirishni o'ldirish nazarda tuting. Pakelarimiz olib orqaga qaytaramiz. Tabiiy yo'lga adash qolmaslik uchun. Vatan bağını seçeneğini tutturalım. Şimdi boraman yo'lni. Maksana tasarlamış demek mi demeye kopacak. Orada kömürtani. Kömürüm yok benim dolar. Demazdı gider. Hozir qaytaman. Anca şu anda lava göle. İzmarit.
Bu hatta onu sizlar emanglar topib oldim. Yana qishloqqa qaytsa ham bo'ladi. Endi qishloqqa qanday qaytamiz? Qanday qaytamiz? Men orqaga qaytamiz. Faqat qanday? Bo'ldira. Yo'q, yo'q. Menga ishtimga emas bo'ldi, avariya yo'lda. Qasam bo'ldi. Voy. Shu yoqdan keldim. Mana onasi suvni yopdim. Sementni qo'ydim. Hemen orqaga qaytsam bo'ladi, boshqa joyga bormayman. Orqaga qaytamiz. Neyse ben sana toptum. Endi qishloqqa borib endi kamerani yoqaman. Şu anda videonu to'xtatamiz. Chiqishini topaman, ikkinchi qismlarida topaman. Hatto like va sonni bo'yla ikkinchi qismga chiqarishguncha xayr. Sizlar bilan AMC bo'ldi.